Keyingi yillarda viloyatimizda obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosida amalga oshirilgan ishlar tufayli ko'plab mahallalarimiz qiyofasi tubdan yangilandi. Aholi bandligi ta'minlanib, turmush darajasi oshdi. Bu yil ham barcha shahar va tumanlarda yil boshidan ushbu yo'nalishdagi ishlarga jadal kirishildi. Prezidentimizning mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili asosida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Urganch tumanida ana shu tamoyilning ro'yobga chiqarilishi bo'yicha ko'rik tanlov o'tkazildi. Urganch tumanida bugungi kunda 56 ta mahallada 46691 ta xonadon mavjud bo'lib, 219706 nafar aholi 62473 ta oilada istiqomat qiladi. Shuningdek, ushbu mahallalarda 1744 ta ko'cha mavjud. Urganch tumanida bo'lib o'tgan ushbu yo'nalishdagi ko'rik tanlovda jami 56 ta mahallalar orasidan tanlab olingan nomzodlar o'zaro bellashdilar. Tanlov nizomiga ko'ra, ikkita shart bo'yicha birinchi har bir ishtirokchi o'z mahallasida amalga oshirilgan ishlar taqdimoti hamda ikkinchi shart bo'yicha savol-javob asosida ishtirok etdilar. Hakamlar qaroriga ko'ra, har bir nominatsiya bo'yicha eng yuqori ball to'plagan 3 nafar ishtirokchi g'olib va sovrindorlar qatoridan joy oldi. Jumladan, obod xonadon nominatsiyasi bo'yicha Oyoqbog' mahallasidan Dilorom Jumaniyozova birinchi, Baqaylar mahallasidan Gulbahor Ollaberganova ikkinchi, Ko'hna Ovul mahallasidan Sharifboy Sotipov 3-o'rinni egalladi. Obod ko'cha nominatsiyasi bo'yicha Tandirchi mahallasining Tandirchi ko'chasi birinchi, Ko'hna Ovul mahallasining Haqiqat ko'chasi ikkinchi o'ringa loyiq deb topildi. Shuningdek, obod mahalla nominatsiyasi bo'yicha Oyoqbog' mahallasi raisi Zulfiya Otajonova birinchi, Baqaylar mahallasi raisi Darmonjon Xudoyberganova ikkinchi va Tandirchi mahallasi raisi G'ayrat Iskandarov 3-o'rinni egalladi. G'olib va sovrindorlar mahallalar uyushmasining tuman bo'limi tomonidan taqdirlandi. Keyingi bir yilda tumandagi Oyoqbog' mahallasida ham obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili asosida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Hudud qiyofasi tubdan yaxshilanib, ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlari olib borildi. Bundan tashqari, hudud aholisi bandligini ta'minlash, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, ijtimoiy infratuzilma obyektlarini barpo etish borasida ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. Mahalla yetiligi a'zolari uyma-uy yurib, aholi bilan muloqotda bo'ldi. O'rganishlar natijasida tegishli yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Dastur ijrosini ta'minlash asnosida aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilib, tomorqadan foydalanish, savdo, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish tarmoqlarini yo'lga qo'yish borasida zarur yordamlar ko'rsatildi.